Assalomu alaykum. 7-iyun kuni mana Samanta shoftoli. Samanta bilasizlar, eng shirin shoftoli hisoblanadi. Mana buni yetilishi yana bir 3-4 kunligi qolgan. Bittadan like-ni bosib qo'yinglar, bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana hosil. Mana meva. Shoxi egilib ketgan. Hozir yetilgan kalibrlarini ko'rsatamiz. Mana shu holatga keladi kalibr. Rangi hali juda ham qizaradi, blesk kiradi bu shoftoliga. Mana atrofidan bitta ko'rishingiz mumkin. Eng unumdor shoftolilardan, tonnani ham zo'r beradi. Ko'rsatishimizdan maqsad ko'chatlarini ko'paytirib qo'yganmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Quva tumanida. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi, ko'chatlarimiz soni cheklangan. Biz yo'qotib qo'ymasligi uchun like, podpiskani bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.